Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida 26 sotik bo'lgan noturar joyimiz sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa kelib, realni ko'zlaring bilan ko'rib, baraka qilishliklaring mumkin. Shu joyimizni sizlarga qisqachagina qilib video obzorini qilib o'tib ketamiz. Mana bu Qo'qonbo'yga ketish asosiy yo'limiz. Qo'qonbo'y mostiga yetmasdan shundoqqina o'ng qo'ldagi ko'chada joylashgan yerimiz. Mana bu asosiy kirib kelish yo'limiz. O'sha Qo'qonbo'y mostiga yetmasdan o'ng qo'ldagi ko'chadan kirib kelganda, shundoqqina burilganda mana chap qo'lda joylashgan yerimiz. Buni baliq ovlash joyi qilib qo'ysa ham bo'ladi. Noturar birorta bir qurilish qurib, boshqa maqsadda foydalansa ham bo'ladi. Albatta bu joyimizda tok mavjud, gaz mavjud. Alohida bu joyimizda drenaji mavjud. Yo'limiz aylanma chiqib ketish xotiga ega. Bu tarafdan kirib kelib, bu tarafga chiqib ketsa bo'ladi. Egalar raqamlarini kommentariyada qoldirib o'tamiz. Narx-navolarini prямо egalari bilan gaplashib, kelishib xarid qilishliklaring mumkin. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.